talaba sifatida o'qish va ishlashni birlashtirish qanchalik real? Bu narsa hamma studentlar haqida gap ketayotgan bo'lsa, studentlarni hammani o'ziga bog'liq. Ya'ni birinchi navbatda maqsadni aniq qilib olish kerak. Maqsad faqatgina o'qish bo'ladigan bo'lsa, u yo'nalishda ketish kerak. Faqatgina o'qish emas, uyimdagilarga ham yordam berib, uyimdagilarni qiynamay, kontraktlarga yordam bo'lsin deydigan bo'lsa, ham o'qib, ham ishlash uchun imkoniyat yaratib bera oladigan universitetlarga hujjat topshirish kerak. Ya'ni ba'zi studentlar bor, qimmat kontraktli, nufuzi baland universitetlar albatta keyingi semestrda baho olish darajasi ham tushib ketadi-da. Ishlash sababidan keyingi semestrda kontrakt to'lovi qimmat chiqadi. Shu sababli studentlar ketishdan oldin ham o'qib, ham ishlash uchun maqsad qo'yadigan bo'lsa, biz ularga ham o'qib, ham ishlash uchun yaxshi imkoniyat qilib beradigan universitetlar topshirib beramiz va bu narsa keyinchalik birinchi hozir sanab o'tgan muammomizni keltirib chiqarmaydi.